Bu jangimni golga bag'ishlayman. O'zbekiston xalqi ularmanda xafa bo'lmanglar, internetga ko'p gapirib chiqadi. U bu deb ana o'qimanglar. Meni harakatim hammasi onam uchun bo'ladi. Ana onam meni deb kasal bo'lib qolgan. Onajon, men xudo xolasa jonimiz uziladi, lekin men sizni davolataman. Hamma harakatim siz uchun onajon. O'zbekiston men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. YouTube'da muborak bo'laversin. O'zbekiston bayroqni ham yuksak pog'onalarga ko'tarib nasib etsin. Abadiy bo'lsin. Yaxshi keldinglar, sog'liqlaringiz yaxshi bo'lsin. Omonda keldinglar. Shu yoshga kirguncha qanday kunlarni boshimdan o'tkazganimni faqat o'zim bilaman. Ustimdan kulganlar, menga ishonmaganlar, kerak paytda tashlab ketganlarni hammasini unutmaganman. Og'ir bo'lsa ham. Bo'sh cho'ntak, och qorin bilan yurgan yo'llarim haqqi, meni muhokama qilishga faqat o'zimda haqqim bor.